Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun juda muhim, dolzarb va hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqa oladigan kishilar bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Chunki yaqinda pensiyalar bilan bog'liq yangi qoida joriy etildi. Endilikda siz ba'zi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini atigi 10 kun ichida xabardor qilishingiz shart. Aks holda sizni jiddiy muammolar kutishi mumkin. Pul to'lovlarida uzilishlar, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyati va hatto jarimalar bilan bog'liq noxush vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Keling, avval masalaning mohiyatini tushunib olaylik. Pensiya tizimida shaffoflik va adolatni ta'minlash maqsadida davlat organlari fuqarolarning pensiya ta'minotiga oid ma'lumotlarini muntazam yangilab borishga harakat qiladi. Ilgari pensionerlar hayotida ro'y bergan ayrim o'zgarishlar haqida xabar berish tartibi ba'zan kamroq qat'iy yoki noaniq bo'lishi mumkin edi. Ko'pincha o'zgarishlar haqida xabar berish majburiyati mavjud bo'lsa-da, bu muddatlar aniq belgilanmagan yoki ularga rioya qilish mexanizmi yetarlicha nazorat qilinmagan. Bu esa afsuski ba'zi hollarda ortiqcha pensiya to'lovlariga, tizimda xatoliklarga va davlat byudjetiga ortiqcha yuk tushishiga olib kelardi. Masalan, ishlamaydigan pensioner sifatida nafaqa olib turgan shaxs ishga kirsa-da, bu haqda o'z vaqtida xabar bermasligi natijasida ortiqcha mablag'ni qabul qilib olardi. Yoki nogironlik nafaqasi oluvchi shaxsning nogironlik guruhi o'zgardi yoki uning holati yaxshilanganda, bu haqda darhol ma'lumot berilmagan holatlar yuzaga kelardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Qonunchilikka kiritilgan yangi o'zgartirishlar, ayniqsa pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining tegishli moddalariga kiritilgan aniqliklar, pensionerlarni o'z hayotidagi ayrim muhim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga 10 kun muddat ichida xabar berishga majbur qilmoqda. Bu muddat kalendar kunlar hisobida. Ya'ni dam olish va bayram kunlarini ham o'z ichiga olgan holda hisoblanadi. Bu qoidaning joriy etilishidan asosiy maqsad pensiya to'lovlarining aniqligi va qonuniyligini ta'minlash, ortiqcha to'lovlar va ulardan kelib chiqadigan muammolarning oldini olishdir. Davlat pensiya tizimining barqarorligini va har bir fuqaroning o'ziga tegishli pensiya miqdorini to'g'ri olishini ta'minlash uchun bu juda muhim qadam hisoblanadi. Endi siz nafaqangizga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarish yuzasidan tezkorlik bilan harakat qilishingiz talab etiladi. Keling, birinchi asosiy qismga o'tamiz va aynan qanday ma'lumotlar haqida xabar berish kerakligini, kim xavotir olish kerakligini va kim xavotir olmasa ham bo'lishini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda nafaqangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarish haqida xabar berishingiz shart. Bu birinchi navbatda. 1. Ishga joylashish yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlash. Agar siz ishlamaydigan pensioner sifatida nafaqa olib turgan bo'lsangiz va ishga kirsangiz yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlasangiz, bu haqda darhol, ya'ni 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga ma'lum qilishingiz shart. Sababi ishlaydigan pensionerlar uchun pensiya miqdori yoki unga qo'shimcha to'lovlar boshqacha hisoblanishi mumkin. Misol, Toshkent shahridan bo'lgan Otabek bobo har oy 1220 so'm miqdorida ishlamaydigan pensioner nafaqasini olib turardi. U kishi oilaviy sharoit taqozosi bilan xususiy korxonalardan biriga farrosh bo'lib ishga kirdi va oylik 600 ming so'm maosh oladigan bo'ldi. Agar Otabek bobo ishga kirganligi haqida pensiya jamg'armasini 10 kun ichida xabardor qilmasa, u ishlaydigan pensionerga nisbatan ortiqcha pul olib qo'ygan hisoblanadi. Bu esa keyinchalik Otabek bobodan ushbu ortiqcha mablag'ni qaytarib olishga, hatto ma'muriy javobgarlikka tortishga ham sabab bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu holatni keyinchalik o'zi aniqlasa, sizdan to'langan barcha ortiqcha summani birdaniga qaytarishni talab qiladi. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. 2. Turar joyini o'zgartirish. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, masalan, bir viloyatdan ikkinchisiga ko'chib o'tsangiz yoki hattoki bir tuman ichida boshqa manzilga ro'yxatdan o'tsangiz ham bu haqda xabar berishingiz talab etiladi. Bu pensiya to'lovlarini to'g'ri manzilga yetkazib berish va sizga tegishli ma'lumotlar bazasini yangilab turish uchun zarur. Misol, Samarqand viloyatida yashovchi Mahbuba aya farzandlarining yoniga Andijon viloyatiga ko'chib o'tib,
yangi manzilga doimiy ro'yxatdan o'tdi. Agar u 10 kun ichida yangi yashash manzili haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermasa, uning pensiyasi eski manzilga yuborilishi yoki to'lovlar kechikishi mumkin. Natijada mahbuba aya pensiya pulini olishda qiyinchiliklarga duch kelishi va hatto pensiya to'lovlari bir muddat to'xtatilishi ehtimoli bor. Oila a'zolarining tarkibidagi o'zgarishlar. Agar siz vafot etgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va turmush qursangiz, yoki vafot etgan o'quvchisining qaramog'idagi shaxslar uchun nafaqa olib turgan bo'lsangiz va ushbu qaramog'idagi shaxsning maqomi o'zgarsa, masalan, voyaga yetsa, ishga joylashsa, vafot etsa, bu haqda xabar berishingiz kerak. Misol, marhum turmush o'rtog'idan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan Dilfuza opa qayta turmush qurdi. Qonunchilikka ko'ra, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi agar uni oluvchi shaxs qayta turmush qursa, to'lanishi to'xtatiladi. Agar Dilfuza opa 10 kun ichida qayta turmush qurgani haqida xabar bermasa, unga ortiqcha pensiya to'lanadi. Bu esa keyinchalik juda katta miqdordagi mablag'ni qaytarib berish majburiyatini keltirib chiqaradi. Bunday holatlar juda nozik bo'lib, jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Yana bir misol, nogiron farzandiga qarab turganligi uchun nafaqa oluvchi Gulnora opa farzandi vafot etgan bo'lsa, bu haqda darhol xabar berish shart. Aks holda unga ortiqcha to'lovlar amalga oshiriladi. 4. Nogironlik guruhining o'zgarishi yoki nogironlik maqomining bekor qilinishi. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz va tibbiy mehnat ekspertizasi TMI xulosasi asosida nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan, 2-guruhdan 3-guruhga o'tsangiz yoki sizga berilgan nogironlik maqomi bekor qilinsa, sog'lig'ingiz yaxshilangani tufayli bu haqda xabar berishingiz shart. Nogironlik pensiyasining miqdori nogironlik guruhiga bog'liq bo'ladi. Misol, Farg'onalik Jamshid akaga 2-guruh nogironligi uchun pensiya tayinlangan edi. TMI tomonidan navbatdagi tibbiy ko'rikdan so'ng uning sog'lig'i yaxshilangani sababli 3-guruh nogironligi belgilandi. Agar Jamshid aka bu o'zgarish haqida 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga ma'lumot bermasa, unga 2-guruh uchun belgilangan miqdordagi pensiya to'lanishda davom etadi. Bu esa ortiqcha to'lovni yuzaga keltiradi. 5. Boshqa mamlakatdan pensiyasi olishni boshlash. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz va boshqa davlatdan pensiya olish huquqiga ega bo'lib, shu pensiyani ola boshlasangiz, bu haqda ham pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz lozim. Misol, Rossiya Federatsiyasida uzoq yillar ishlagan va endi O'zbekistonda doimiy yashovchi Komil aka O'zbekistondan ham, Rossiyadan ham pensiya olish huquqiga ega bo'ldi. Agar Komil aka Rossiyadan pensiya olish boshlagani haqida 10 kun ichida O'zbekiston pensiya jamg'armasini xabardor qilmasa, unga O'zbekistondan 2 davlatda pensiya olish qoidalariga zid ravishda pensiya to'lanishi mumkin. Bu esa huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Aslida har bir pensioner, chunki yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlardan istalgan biri har qanday kishining hayotida sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim hushyor bo'lish va o'zgarishlar haqida o'z vaqtida ma'lumot berishga tayyor turish kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning hayotingizda pensiya miqdori yoki unga bo'lgan huquqingizga ta'sir qiluvchi yuqoridagi kabi hech qanday o'zgarishlar sodir bo'lmagan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, agar sizning ma'lumotlaringiz avtomatik tarzda, masalan, bandlik yoki sog'liqni saqlash tizimi orqali pensiya jamg'armasiga kelib tursa ham xavotirlanishga hojat yo'q. Ammo shuni unutmangki, har doim ham ma'lumotlar tizimlar orasida to'liq va o'z vaqtida almashilmasligi mumkin. Shu sababli har qanday shubha tug'ilganda o'zingiz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz eng to'g'ri yo'l. Endi ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. 10 kunlik muddatdan o'tib ketilsa nima bo'ladi? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri. Agar siz yuqoridagi o'zgarishlar haqida 10 kun ichida xabar bermasangiz va pensiya jamg'armasi ushbu holatni keyinchalik mustaqil ravishda aniqlasa, 2 xil holat yuzaga kelishi mumkin. Birinchidan, sizga ortiqcha to'langan barcha pensiya mablag'lari qaytarilishi talab qilinadi. Bu ba'zida bir necha oylik, hatto yillik pensiya miqdoriga teng bo'lishi mumkin. Siz bu summani bir yo'la yoki pensiyangizdan ma'lum foizlar ushlab qolish orqali qaytarishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, agar pensiya jamg'armasi sizning o'zgarishlarni ataylab yashirganingizni va ortiqcha mablag'ni bilib turib olganingizni aniqlasa,
Bu holda sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanishi mumkin, ya'ni jarima tayinlanishi mumkin. Eng yomon holatda, agar firibgarlik alomatlari topilsa, jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud bo'ladi. Shu sababli 10 kunlik muddatga jiddiy e'tibor berish juda muhim. Avtomatik xabar berish. Ba'zi ma'lumotlar davlat organlari o'rtasidagi elektron tizimlar orqali avtomatik ravishda almashishi mumkin. Masalan, fuqaroning vafot etganligi haqidagi ma'lumot FHTV organlaridan pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda yetib borishi mumkin. Yoki ba'zi hollarda ishga joylashish haqidagi ma'lumotlar ham Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining elektron tizimi orqali pensiya jamg'armasiga yetib borishi mumkin. Biroq shunga qaramay, barcha ma'lumotlar ham avtomatik almashinadi deb hisoblash xato bo'ladi. Tizimlardagi texnik nosozliklar, ma'lumotlar bazasining kech yangilanishi kabi omillar tufayli ma'lumotlar o'z vaqtida yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun xavotirga o'rin qoldirmaslik va o'zgarishlar haqida o'zingiz xabar berishingiz har doim eng ishonchli yo'ldir. Nogironlikka chalingan shaxslar uchun. Agar pensionerning o'zi jismonan yoki aqliy jihatdan o'zgarishlar haqida xabar berishga qodir bo'lmasa, u holda uning qonuniy vakili, vasiy, homiy yoki vakolat berilgan, notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida shaxs pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi mumkin. Bu ayniqsa to'shaqda yotgan yoki aqliy zaifligi bo'lgan keksa yoshdagi pensionerlar uchun muhimdir. Yaqinlaringiz ularning huquqlari buzilmasligi uchun ushbu jihatga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Chet elda yashovchi pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, chet elda doimiy yashasangiz va O'zbekistondan pensiya olsangiz, sizning holatingizda ham o'zgarishlar haqida xabar berish tartibi mavjud. Bunday hollarda siz yashayotgan mamlakatdagi O'zbekistonning konsullik yoki elchixona bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular orqali pensiya jamg'armasiga tegishli ma'lumotni yetkazish mexanizmi mavjud. Shuningdek, ba'zi xizmatlar uchun My.gov.uz portali orqali masofadan turib ham ma'lumot berish imkoniyati mavjudligini tekshirib ko'rishingiz lozim. 10 kun muddatining hisoblanishi. Bu muddat hodisa sodir bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni siz ishga kirgan kuningizdan yoki turmush qurgan kuningizdan yoki manzilingizni o'zgartirib ro'yxatdan o'tgan kuningizdan boshlab. Buni bilib olgan kuningizdan emas, balki o'zgarish yuzaga kelgan kuningizdan hisoblanishini unutmang. Bu juda muhim nuansdir. Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Agar sizning hayotingizda pensiyangizga tasdiqlovchi yuqoridagi kabi o'zgarishlar yuzaga kelsa, quyidagi amallarni bajarishingiz shart. 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi va asosiy manzil yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Siz to'g'ridan to'g'ri ushbu bo'limga borishingiz va o'zingizdagi o'zgarishlar haqida xabar berishingiz kerak. Ikkinchi variant davlat xizmatlari markazlari. Yagona darcha markazlari. Bu markazlar davlat xizmatlarini olishni soddalashtirish uchun yaratilgan bo'lib, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ba'zi xizmatlarni ham taqdim etadi. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishi mumkin. Uchinchi variant yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz. Agar sizda elektron raqamli imzo eri mavjud bo'lsa va internetdan foydalanish ko'nikmalaringiz bo'lsa, ba'zi turdagi o'zgarishlar haqida onlayn tarzda ham xabar berishingiz mumkin. Saytda tegishli bo'limni topib, yo'riqnomalar asosida harakat qilishingiz kerak. Biroq bu barcha turdagi o'zgarishlar uchun amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli yo'l pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilishdir. 2. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz yoki identifikatsiya ID kartangiz, pensiya guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa, o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat. Aynan qanday o'zgarish yuz berganiga qarab, bu hujjatlar turlicha bo'ladi. Ishga joylashishda mehnat shartnomasi yoki mehnat daftarchasidagi tegishli yozuvning nusxasi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlashda davlat ro'yxatdan o'tganlik haqidagi guvohnoma. Turar joyini o'zgartirishda yangi manzildagi doimiy ro'yxatdan o'tganligingiz haqidagi ma'lumot. Pasportdagi shtamp yoki tegishli ma'lumotnoma. Turmush qurishda nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma. Oila a'zosi maqomi o'zgarganda nikohni bekor qilish guvohnomasi, o'lim haqidagi guvohnoma, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, ishga kirganligi haqidagi ma'lumotnoma. Nogironlik guruhining o'zgarishi yoki bekor qilinishi. TMEKning yangi xulosasi. O'ti. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga ariza namunasini taqdim etishadi.
unda siz o'zgarishning mohiyatini qisqa va aniq bayon etishingiz kerak bo'ladi. Masalan, men ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pensiya guvohnomasi raqam egasi, sanasida o'zgarishning turi, masalan, ishga joylashganligimni yoki turar joyimni o'zgartirganligimni ma'lum qilaman. Ushbu o'zgarish munosabati bilan pensiya ta'minotimga tegishli o'zgartirish kiritishingizni so'rayman. Ilovada o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar ro'yxati. Arizani 2 nusxada tayyorlashni unutmang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasiga topshirasiz, ikkinchi nusxasini esa qabul qilgan mutaxassisning familiyasi, imzosi va sanasi bilan o'zingizda saqlaysiz. Bu sizning o'z vaqtida xabar berganligingizni tasdiqlovchi isbot bo'ladi. 4. Hujjatlarni qanday topshirish kerak? Shaxsan topshirish. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, arizangizni va hujjatlaringizni mutaxassisga shaxsan topshiring. Ariza nusxangizga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib olishni unutmang. Ro'yxatga olingan pochta orqali, agar shaxsan bora olmasangiz, hujjatlaringizni ro'yxatga olingan pochta orqali yuborishingiz mumkin. Bunday holda pochta kvitantsiyasini saqlab qo'ying. U ham hujjatlarni yuborganingizning tasdig'i bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan 10 kunlik muddat ichida qanday ma'lumotlarni qayerga va qanday qilib xabar berish kerakligi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin. Bu faqatgina majburiyat emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonun oldidagi to'g'riligingizni ta'minlaydigan muhim choradir. O'z vaqtida xabar berish orqali siz ortiqcha muammolar, jarimalar va ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatidan qutulasiz. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz ushbu yangi qoidalar haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotlarni boshqa pensionerlar va ularning yaqinlari bilan ham baham ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.